Hozir shu videoda Rossiyada yurgan musofirlarga yo'q joydan 400 rubl pul ishlab topishni o'rgataman. Bilaman, 400 rubl javnoq katta pul emas, lekin 400 rublning borligi sizga foydasi bo'lsa borki, lekin zarari yo'q. Shuning uchun ham shu videoda oxirigacha diqqat bilan ko'ring va Rossiyada yurgan hamma musofirlarga jo'natib qo'ying. Men bo'lsa videoni boshladim. App Store yoki Play Marketga kirib, shunday qidiruv ustiga bosamiz va Anchor Pay deb yozamiz. Yozganimizdan keyin shu ilova chiqadi. Shu ilovani tezda telefonimizga o'rnatib olamiz. Ilovaga kirishimiz bilan tepada 400 rubl pul yutug'i chiqib turadi. Buni yutib olish uchun bor yo'g'i bitta shart bor. Siz bir oyda ichida Rossiyadan O'zbekistonga 100 ming rubl pul Anchor Pay orqali jo'natsangiz bo'ldi. 400 rubl sizniki bo'ladi. Kurs pas qilib odamlarga 400 rubl pul berib aldab qo'yishyapti ekanda deb o'ylamang. Anchor Payda kurslar doim yuqori, qolgan ilovalar bilan bemalol solishtirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Ilovani menga yoqqan yana bitta tarafi Ramazon oyida saharlik va iftorlik vaqtlarini Moskva vaqti bilan aniq ko'rsatib turar ekan. Undan tashqari O'zbekistondagi banklarga ishonchli tarzda naqd pul jo'natsangiz ham bo'lar ekan, kurslari ham yomon emas. Yana O'zbekistonda Humo, Uzcard kartalariga ham bemalol pul o'tkazsangiz bo'lar ekan va xalqaro pul o'tkazmalarini ham qilishingiz mumkin ekan Visa kartalariga. Hammasidan ham qiziq joyi, siz Rossiyada turgan joyingizda uydagilarda, ya'ni O'zbekistondagilarda kommunal to'lovlarini ham bemalol qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Xullas 400 rubldan tashqari qulayliklari yana juda ko'p ekan. Agar ilova sizga yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like, agar yoqmagan bo'lsa, nimaga yoqmaganligini sababini kommentariyada yozib ketamiz.